Men bu rasmda ham chiroyli tushganman-a, lekin. Shu prava deb rosa yedim sizlarni. Qanaqa bo'lganimni hech aytib bermaganman. Bugun aytib beraman. Xo'p, 2023-yili men B toifaga borib, avtoshkolaga to'la o'qiganman va 2 oy ichida avtoshkolani bitkazib, avtoshkolani guvohnomasini olganman. Lekin undan keyin sraz imtihonga bormaganman, chunki avtoshkolani bitirgan bo'lsam ham, onlayn bitirgandim. Darslarga umuman tuzuv bormaganman. Na amaliga tayyor edim, na nazariyaga, na testga tayyor edim. Shunaqa qilib oradan 3 oy vaqtim o'tib ketgan. Keyin esa imtihon oldi yana qaytib tayyorlanish uchun majbur bo'lganman boshqa avtoshkolaga har 2 soatiga 50 ming so'mdan to'lab test yechishga. Chunki test yechmasam tayyor bo'lmasdim-da. Masalan, mendan hamma so'raydi, qanaqa bo'lgan spravan deb. Oddiy testga tayyorlanib, o'zim borib 18 ta yechib olganman. Lekin o'shanda juda ko'p pulim ketib qolganda, borib instruktorga ham pul to'laganman. Hozir sizlarda unaqa pul sarflashingizga hojat yo'q. Chunki men shunaqa bot topdim, bir oyiga 60 ming so'm to'lar ekan. Ammo u yerda 2 soatga 50 ming so'm to'laganman. Tasavvur qilasizlar? Men shu oson prava degan botni ko'rib qoldim. Men o'sha kompyuterda borib qanaqa test ishlagan bo'lsam, xuddi o'sha bilan bir xil qilib yasalgan bot ekan. Даже testlari ham imtihon markazining bazasidagi testlar bilan bir xil ekan. Xohlagan joyingizda, xohlagan vaqtingizda kirib o'zingizlar imtihon ham qilib ko'rsanglar bo'ladi o'zingizlarni. Yana biletlar ham ishlab ko'rsanglar bo'lar ekan. Bot faqat bepul emas. Birinchi kun bepul ishlatib ko'rsanglar bo'ladi. Bemalol xohlaganingizcha foydalansizlar. Undan keyin to'lovi bor. Bir haftaga 30 ming, bir oyga esa 60 ming so'm.